Чусанда, представляющий бойцовский клуб Какан Файтер Паргона Qo'qon, O'zbekiston! Humayun bor! To'xtamurotov! O'zingiz eshitdingiz, menimcha ortiqcha tanishtirib o'tishning umuman hojati yo'q, kerak emas. Jang boshlandi. Boy borasida farq bor, himoyan balandroq. Jab. Yana bir jab. Ikkalasi ham o'tyapti. Aldamchi harakat oyoqda. Overhanddan ehtiyot bo'lish kerak. Humoyun To'xtamurodov faqatgina overhanddan qolgan zarbalarga e'tibor qilish kerak emas. Yana bir low kick. Qisqa jab zarbasi ortidan. O'ng qo'l hozir qo'llar ustidan zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Humoyun To'xtamurodov. Qanday zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Front kick. Masofada turyapti, masofadan turib ishlayapti. Raqib ham qanday chiroyli kombinatsiya, ammo mo'ljalga bormayapti. To'xtamurodov ijrosida low kick ortidan raqib poylayapti. Buni sezyapmiz. Poylayapti. Balki mana shu o'ng qo'l overhandni amalga oshirishga astoydil harakat qilib ko'radi Saparbek Saydullayev. Bu tushunarli. Bu tushunarli. Chaqiruvchi harakat. Yana chaqiruvchi harakat ortidan amalga oshirildi. Qarshi hujum. O'tmadi, bormadi mo'ljalga. Front kick. Round kick. Mo'ljalga boryapti. Shoshmasdan shunday davom ettirish kerak va qarang, Saydullayev hozir jangni parterga o'tkazishga harakat qilib ko'rmoqda, ammo bermadi. Humoyun o'z vaqtida himoyalandi. Saydullayev oxirigacha boryapti. Oxirigacha hozir jangni parterga o'tkazishga bo'lgan harakat, ammo aylantirib tashlayapti Humoyun To'xtamurodov raqibini. Takedown bormi, yo'qmi? Yo'q, oyog'ini chiqarib olmoqchi. Mana takedown yuqori amplitudada. O'zimni eshitmay qolyapman arenadan. Va zarbalar yog'dusi katta boshlandi. To'xtovsiz Atilla Sharipov referi mount holatidan to'xtamayapti. Zarbalar yo'llashda davom etmoqda. Kuchli zarbalar katta va bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Humoyunni yo'qotib qo'yishdi. Qachon chiqib ketganligini ko'rmay ham qoldik. Kimnidir oldiga borib qutlab keldi chamamda. Birgina xatodan unumli foydalanadi. Raqib o'zi parterga bormoqchi edi, o'zi tushib qoldi o'sha vaziyatda.
В этом поединке зафиксирован TKO. Победу техническим нокаутом одержал Qo'qon Farg'ona O'zbekiston Humayun Bors To'xtamurodov. Humayun To'xtamurodov g'alaba. Takrorlab qana ko'rasiz, qisqa tanaffus ekrandan aslo do'stlar uzoqlashmang. Main event va co-main event oldinda hali.